Bir hadis bor. Shu hadisni sizlarga aytkim keldi. Imom Bazzar rivoyat qilgan. Rasulimiz aytadilar: "Mahlan anillahi mahlan lawla shababun khush'un wa shuyukhun ruk'un wa atfalun rudda'un wa baha'im rutta'un la subba alaykumul azabu sabba" deganlar. Rasulimiz alayhisalom aytibdilar-ki, bizga qarata aytibdi, butun ummatga qarata: "Ey Alloh, gunoh qilishdan to'xtanglar" deyaptilar. Gunoh qilib Allohning azobini o'zingizlarga tezlashtirmanglar deb turib, nega shu azoblar tezlashmayotganini aytibdilar. Aytibdilar-ki, agar oralaringizda ibodatgo'y yoshlar bo'lmaganda, qaddlari bukilib, munkillab qolgan qariyalar bo'lmaganda, emiziklik chaqaloqlar bo'lmaganda, o'tlab yuradigan jonivorlar, hayvonlar, chorpolar bo'lmaganda Alloh boshingizga balolarni oqizib keltirardi dedilar. Qarang, mana shu yoshlarni, ibodatlik yoshlarni bo'lishligi, emiziklik go'daklarni bo'lishligi, munkillagan, qarib qolgan oqsoqol otaxon va onaxonlarni bo'lishligi, hatto chorpolarni bo'lishligi sabab Alloh balo yubormasdan turar ekan. Shuning uchun Allohga shukr qilib, mana shu ulug' yoshdagi yetganlarni bugun eslayapmiz, ularning hurmatini joyiga qo'ymoq kerak. Payg'ambarimiz alayhissalom bir kuni bir davrada o'tiruvdilar. Bir yaxshi ulug' odam kelib qoldi-da, odamlar bee'tibor bo'lib qoldi. Joy berishligi, joy qo'zg'atishligi qiyin bo'ldi. Shunda Rasulimiz alayhissalom ularga qarab aytdilar-ki: "Laysa minna man lam yarham saghirana va lam yuwaqqir kabirana" dedilar. Yoshlarga, kichiklarga rahim qilmagan, kattalarni hurmat qilmagan bizdan emas dedilar. Bizi ummatimiz emas dedilar. E'tibor qilinglar dedilar. Rasulimiz alayhissalom keksa yoshliklarni hurmat qilardilar va hurmat qilishlikka chaqirardilar. Shuning uchun ham aytadilar-ki, juda ajib hadis keltiradilar azizlar: "Inna min ijlalillahi ikrama zish-shaybatil muslim va hamilil Qur'an ghayril ghali fihi wal jafi anhu va ikrama zis-sultonil muqsit" dedilar. Soch soqoliga oq oralagan keksalar, musulmon kishilarni Qur'on yod olib, o'sha Qur'onda haddidan oshmagan yoki uni tark qilmagan qorini va adolatli hukmdorni hurmat qilish, e'zoz qilish Allohni ulug'lashdandir dedilar. Qarang, soch soqoliga oq oralagan, qalbida Qur'oni bor-u, lekin shu Qur'onda haddidan oshmagan yoki uni tark qilmagan odamni va adolatlik rahbarni hurmat qilish, e'zoz qilishlikka chaqirilyapti. Ana o'shini e'zoz qilishlik Allohni ulug'lash kabi bo'ladi deyaptilar. Bu juda ham katta bizga ogohlantirish azizlar. Shuning uchun yoshi ulug'larni hurmat qilsak, biz ham hurmat topamiz.